Diqqat! Aholiga pensiya haqida ajoyib xabar e'lon qilindi. Barcha tezda xabardor bo'lsin. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. O'zbekiston va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi va rasmiy xabarlardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, ushbu videorolik ostiga bir donadan like bosib, agar kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Siz bu orqali bizning kichik mehnatimizni qadrlagan bo'lasiz. Barchangizga katta rahmat. Diqqat qiling, pensiya tayinlash yanada oson amalga oshirilmoqda. Bugungi kunda pensiya yoshiga yetgan fuqarolarga yoshga doir pensiyalar tayinlash jarayoni avtomatik tarzda amalga oshirilmoqda. Bunda tegishli tashkilotlarning axborot tizimlaridagi elektron ma'lumotlar asosida fuqarolarning pensiyaga huquqlari aniqlanadi. Ortiqcha hujjat topshirish talab etilmaydi. Idorama-idora yurishga hojat qolmaydi. Vaqt va ovoragarchiliklar kamayadi. Bir kunda pensiya tayinlanadi. Bu esa fuqarolarga tez, shaffof va zamonaviy davlat xizmatlaridan foydalanish imkonini beradi, deyiladi xabarda. Hurmatli tomoshabinlar, kanalimiz yanada tez rivojlanishi uchun ushbu videorolik ostiga bir donadan like bosib, agar kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yishni unutmang.